Assalomu alaykum. Kanalimiz obunachilari, Qo'qonda joylashgan qurilish texnikalari do'konimizga shlaka blok ishlab chiqaradigan akalarimiz uchun yoki un tegirmonlari bor akalarimiz uchun vibramotorlarimizdan yetib keldi. Bugungi videoobzorlarimizda shu vibramotorlarimiz haqida qisqacha ma'lumot berib, narx-navolari bilan birgalikda tanishtirib o'tib ketamiz. Hamda video oxirida motorlarimizni ishlash jarayonlarini ko'rsalaring bo'laveradi. Bo'lmasa boshladik. Mirolis brendidan 0.25 kilovatdan boshlab 3 kilovatgacha bo'lgan vibramotorlarimiz do'konimizda mavjud bo'ladi. O'zining ma'lumotlari bemalol o'qib olsalaring bo'laveradi. Mirolis brendidan 220 volt tokka hamda 380 volt tokka ishlaydigan variantlaridan mavjud. Kimga qanaqa variantidan kerak bo'ladigan bo'lsa, оборотлari 2840 bo'ladi. O'zini o'chirib yoqadigan knopkalari juda ham qulay holda o'rnatib qo'yilgan. Bemalol kelib do'konimizga arzon narxlarda xarid qilsalaring bo'laveradi. Optimcha oladigan akalarimiz uchun arzon narxlarda qilib beramiz. Dastavkalarini 12 ta viloyat bo'ylab qilib beraveramiz. Video tagida nomerlarimiz mavjud bo'ladi. Aloqaga chiqib zakaz beraverasizlar. Motorlarimizni ishlash jarayonlarini ko'rishlaring mumkin. Ma'qul keladigan bo'lsa zakaz berib bemalol olib ketsalaring ham bo'laveradi. Undan tashqari shlankali vibramotor so'ragan akalarimiz uchun shlankali variantlaridan ham yetib kelgan Texa brendidan 1.5 kilovatli hamda 2 kilovatli variantda bo'ladi. O'zini shlankalari ham alohida sotuvda mavjud bo'ladi. Motorlarimizning narxiga keladigan bo'lsak, $65 dan $175 motorlarimizni xarid qilsalaring bo'laveradi. 3 faza tokka ishlaydigan variantidan deysizlarmi? 220 volt tokka ishlaydigan variantidan deysizlarmi? Xohlaganlaringni do'konimizdan topsalaring bo'laveradi. Manzilimiz Qo'qon shahrida joylashgan qurilish texnikalari do'koni bo'ladi. Kelib arzon narxlarda xarid qilaverasizlar.